Payg'ambarlik kim? Allohning qizim. Qur'onda nechta payg'ambar ismi zikr qilingan? 25. Mashalloh Umar. Ha? Qur'onda ismi eng ko'p zikr qilingan payg'ambar qaysi? Musa alayhissalom. Mashalloh. Qaysi payg'ambar birinchi inson va birinchi payg'ambar? Odam alayhissalom. Mana Odam alayhissalom. Endi kameraga qara. Umar qaysi payg'ambar Allohning do'sti deb atalgan? Ibrohim alayhissalom. Mashalloh. Umar, mamiga qara. Qaysi payg'ambar hayvonlar bilan gaplasha olgan? Rahmon alayhissalom. Qaysi payg'ambar katta kema qurgan? Nuh alayhissalom. Qaysi payg'ambar hali o'lmagan? Isa alayhissalom. Umar qaysi payg'ambar keti qorinida 3 kun qolib ketgan? Musa alayhissalom. Umar qaysi payg'ambar dengizga ikkiga bo'lgan? Musa alayhissalom. Qaysi payg'ambar oymomoni ikkiga bo'lgan? Mun Ha. Muhammad alayhissalom. Umar Ha? qaysi payg'ambar aka-ukalar quduqqa tashagan? Yusuf alayhissalom. Qaysi payg'ambar Ka'bani qurgan? Ibrohim alayhissalom. Umar qaysi payg'ambar Fir'avn bilan urushgan? Musa alayhissalom. Ibad. Umar qaysi payg'ambar insonlar olovga tashagan? Ibrohim alayhissalom. Mashalloh. Shu kabi kartochkalar sotuvda bor.